biz sodda paytda katta bo'lganmiz. O'sha soddalikni parallel ravishda shunaqa bir shumtakalik davrida katta bo'lganmiz. Chunki atrofimizda bizdan kattalar rostakasi mana ko'chani yigitlari, o'sha boya aytganimizdek menga qara deb ozgina go'nir bilan suhbatlashiladigan. Xuddi shunaqa, lekin o'sha davrda ham ikki xil yo'nalishdagi bolalar bor edi. Xuddi hozirgidek. O'sha o'zini tutib olgan, haqiqatan gapiga javob beradigan, kurtichkaga ham to'g'ri o'tiradigan bolalar bor edi. Samozvanitslar ham bor edi. O'zini o'zi shunaqa deb e'lon qiladigan, ya'ni o'zini o'zi shunaqa deb hisoblaydigan, hamma narsa qo'limdan keladi, gapimga javob beraman deydigan, hisoblaydigan insonlar ham bor edi. O'shalarni razoplatchat qilish bilan o'tardi-da vaqtimiz. Maktabda qanaqa bo'lgansiz? Bu shumtakalik bilan parallel ravishda. Maqtanish bo'lmasin. Chunki meni o'qitgan insonlar tirik, sinfdoshlarim bor. O'qishim yomon bo'lmagan. Meni ota-onam tirik. O'qishim yaxshi bo'lgan har doim. Shu bilan birgalikda parallelni. Meni xulq atvorimga ko'pincha yomon baho qo'yilardi. 9 ta maktab o'zgargan ekanda. Shunaqa xulq atvorim uchun, lekin o'qishim har doim yaxshi bo'lgan, chunki ota-onam juda ham qattiq tekshiruv bilan aniq qilardi. Endi adam befarq qarab turmasdilar bizga. Kundaligimizni ham tekshirardilar, keyin o'zlari ham mana shu Ustil radio kompaniyasida ishlaganlari uchun diktor bo'lganlar. O'sha o'qish ularning bir asosiy kasblari-da. O'shaning uchun bilasizmi, bu san'at sohasiga men boshqacha vzglad bilan qarayman. Adam uyda repetitsiyalar qilardilar, ko'proq o'sha nutq so'zlardilar, nutqlarini to'g'rilardilar, yutuqlari bilan bo'lishardilar. Biz endi shu xonadonda katta bo'lganmiz. Shunaqa aurada, atmosferada xunuk o'qishga haqqimiz ham yo'q edi. Adam tekshirib, chiroyli o'qitardilar har doim. Onam ham mana shu darsliklarimizni onam o'tirib erinmasdan uy ishlaridan tashqari biz bilan shug'ullanib, xullas o'qishimizga yaxshi qarashardi. Endi ko'chada o'rtoqlarim ulardan qolib ketmay, ulardan boshqacharoq bo'lib qolmay, botanik derdik-ku o'sha. Botanik emas, shu u tomonda ham o'zimni ko'rsatishga harakat qilardim. Endi o'zimcha. Biz davrida maktabda 4-5 ga o'qish bu yaxshi hisoblanardi. Men shok bo'lgan taqdirda ham o'qituvchilardan gapirsa. Krugliy a'lochi bo'lmaganman, lekin yaxshi o'qiganman. Men tarix darslarini o'zim yaxshi ko'rardim. Keyin ingliz tili o'qituvchimiz juda dobroy ayol edi. Ularning darsida to'polon qilishga o'zi oriyat qo'ymas edi. Shu jim o'tirib eshitardik. Mehnat darsi, mana u paytda mehnat darslari boshqacha bo'lardi. Qadrli dars bo'lardi. Qo'limizda o'sha yasagan narsalarimizni ko'tarib olib ketardik. O'sha taxtadan har kuni, misol uchun, qanaqadir uy ishi bersa ham chirtyojlari bo'lardi uni, o'sha xontaxtdan oyog'imi, qanaqadir bir taxtakashmi, o'shanaqa bir bolaga to'g'ri keladigan o'zini yoshiga narsalar yasashni o'rgatishardi. Haqiqatan takarli stanoklar bo'lardi, ambrlar bo'lardi. Men hozirgi kunda bordir, men maktabga kirib ko'rayotgan joyim yo'q, lekin bolalarni yurish turishida men birovni bir qo'lida narsa ko'rmadim. Shu telefondan boshqa. Mehnat darsida yasaladigan. Shu mehnat darsida esimda lanka yasaganmiz, hammamiz birgalikda. Shu paytda bizga lanka o'ynamalaring, tuda-suda deyshadi-yu, endi o'ynamalaring yigit kishiga ta'sir qiladi, grija bo'lar ekan. Endi hozir mana bugungi kunda doktorlar aytayaptiki, u eng erkak kishi uchun juda ham foydali bo'lgan mashqlardan bittasi. Hech chempion bo'lgansiz lanka o'ynab? Lanka zo'r edim men mahallada. Janji, lurlar, tepa-tepa edi. U sevimli o'yinlarimizdan biri edi, sezonniy o'yin. 10 ta etap bo'larmidi? Shunaqa etap bo'lardi. Para 1, para 2. Shunaqa. 10 ta etap. Mahallani oldi bolalari to'g'ri, faqat chempionlik anaqani ushab turmasdi. Hamma lanka o'ynash bu o'zingizni keyingi o'yinga yana ham tayyorlab kelishdi. Chetga chiqib olib ham ozgina trenirovkalar qilib, o'ziga o'zi ham o'ynalardi. U lankani o'sha soat 5 da ko'chaga tushamiz, lanka o'ynaymiz deyilganda soat 3 da qayergadir borib, terini topib tayyorgarlik bo'lardi yoki qo'y so'yiladigan mahallani topardi. Qo'y so'yiladi, qattiq so'yiladi yoki kimda quritilgan o'sha tayyori bor. Akkumulyator, buzuv akkumulyator kim qattiq ko'rgan, uni qo'lomi. Lankani yasash uchun katta mashaqqat kerak bo'lardi. Bu lekin fantaziya ham ishlaydi, o'rta o'sha. 5 ta 6 ta og'ayni birga harakat qilinardi. Bir kundan emas, balkim o'tda 2-3 kun ham vaqt ketardi. Topilardi, voy bu juning bo'lmaydi deb, ani oppoq o'yiki bo'lardi esimdan. Chiroyli bo'lish kerak. Qilib fulab, uni tarab, taroqlari bilan yuradigan bolalar bor edi. Unda sakraganda ham boshqacha. Qanaqa oyoq kiyimda to'g'ri o'ynashni biladiganlar bor edi.